Paloncha pulga qo'yxona qurgandan ko'ra mana live hackni birini ko'rib, bemalol endi siz qo'y boqsangiz bo'ladi. Ushbu videoni haqiqiy dangasalarga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'yxona qurishim kerak, o'qilishim kerak deganlarga. Bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, mana parnik teplitsadan foydalanishgan va bu yerda hozirgi qish paytida sovuq tushsa, mana uni tortishadi yoki kun isib ketsa, quyoshlar chiqib yoki yoz oylarida salafanni butunlay olib tashlashadi va buni to'sib turib, buni o'rniga gul ham ekib qo'ysa bo'ladi. Hali devorga tirmashib o'sadigan gul bor-ku, ana shundan ekib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, konteyner materialdan ko'ra o'xir qilganda mana bu ham arzon tushar ekan, hamda uzoqroq yil muddat bularga xizmat qilar ekan va tozalash ham oson bo'lar ekan. Mana buni qaranglar. Qo'yxonada juda chiroyli foydalanishgan ekan. Mana hozirgi paytda qish oyi bo'lishiga qaramasdan, havo sovigan bo'lishiga qaramasdan, lekin qo'yxonamiz anchagina issiq. Siz ham bekor turgan teplitsangizdan mana shunday foydalansangiz bo'ladi. Qo'ylarda etap-etap terib turib, maza qilib bossangiz bo'ladi. Va ushbu videoni g'irt dangasa do'stlaringizga tashlab qo'yasiz va kommentariyada belgilab ketsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi va manfaatli bo'lgan bo'lardi. Sizningcha qo'yxona qalay chiqqan?